Akalar katta zang 100 dona Homelanderga qarshi juda raqib topdim. Короче, turishdan bilsanglar bo'ladi, mana buni katta zangligini o'zicha kerilib, luboyni uraman turibdi. Ularga qarshi men 2 millionta zirhli qo'shinni urushga jo'natdim. Nima bo'lishiz akalar? 2 millionta qo'shinimiz kuchlimi yoki Homelanderlar kuchlimi? Hozir shuni guvohi bo'lamiz akalar. Kommentga yozib ketamiz. Zirhli qo'shinimiz kuchli deganlar yozinglar ekan. Homelander katta zanglarim yozib ketaversin. Farq yo'q. Agar bu safar ham yutqizadigan bo'lsa, o'zingizlar bilasizlar kimga urishtirishdi. Homelanderlar choyini ichiradigan legendalar bor bizda. Buni kommentga yozib ketinglar. Kommentda ko'p like yig'sa o'shani Homelander katta zangni urishtirib oladi akalar. Gazmi? Fayt akalar, buni ko'ramiz. 2 millionta atak nerealni son. Lekin mana ular joyida turib otyapti. Shunga meni asabim buzildi. Gaz zirhli qo'shin. O'lmalaring ey. O'zini tezlashiraman akalar. Voy qarang. Nima deyapti akalar? Bizni qo'shinni easy urib oladimi deyman-da. 2 millionda davay ey. Zirhli qo'shin oldinda. Qani. Mana bu lazer otishini qaranglar. Lazer ta'sir qilmaydigan geroylarni olib ketinglar. Bir choyni ichiraylik. Bu katta zanglarni. Mana buni qaranglar. Bizni qo'shinimizni o'ldirib tog' qilib tepaga qarab piramida chiqib ketyapti. Joydan siljimayapti, bular. Go! Katta zanglar oldinda. Wow, bratlar. Yutganinglarda zo'r bo'lardi-da, yutganingizda zo'r bo'lardi. Uju Homelanderlar faynancharlardi biz 2 million tazarli qo'yganimizda. Keyin savdo yozib ketinglar, aniq o'shiramiz.